Men Ishonqulova Dilorom Qamarovna 43 yillik tajribaga ega tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent, terapevt, shifokorman. 1988-yilda Samarqand davlat meditsina instituti qoshida klinik ordinaturani bitirib, 1991-yilda Sankt-Peterburgdagi Butunittifoq pulmonologiya ilmiy tekshirish instituti qoshida maqsadli aspiranturani bitirib, nomzodlik dissertatsiyasini yoqlaganman. 2004-yilda Samarqand davlat meditsina institutida dotsentlik lavozimida ishlab kelganman. 43 yillik tajribam davomida minglab bemorlarga yordam ko'rsatganman hamda bir nechta kitoblar va 100 dan ortiq ilmiy ishlar muallifiman. Hozirgi kunda Inject Medical klinikasi qoshida yurak-qon tomir kasalliklari, o'pka kasalliklari, oshqozon ichak trakti kasalliklari, siydik chiqarish yo'llari kasalliklari va boshqa kasalliklarni dunyo standartlari va O'zbekiston standartlari asosida innovatsion usullar bilan davolab kelyapmiz. Agar siz ham terapevtik muammolardan xavfsiz usullar bilan xalos bo'lishni istasangiz, sizni Inject Medical klinikasida kutib qolamiz.